Mana qizlar, xuddi shunday holatda bichib olamiz. Ya'ni dalvo chizig'iga matoni tandapi tekis holatda tushishi kerak. Ya'ni matomiz cho'ziluvchan tomonga qarab kasay holda bichilib qolsa ham yengimiz ideal darajada chiqib bermaydi. Keyin ikki tomonlariga mana shu orasida ham raschetka bilan ishlaymiz. Ya'ni qirqim berib, bu tomonlariga ham u tomondan bunaqa qilib tikkanimizda bir-biriga raschetka tushishi kerak. Endi bu tomondan 1,5 santimetr qilib oldim, chunki bu qattiq mato bo'lganligi uchun 1,5 santimetr. Agar cho'ziluvchan matolarda 1 santimetrni o'zi yetadi. Yuqori qismidan 1 santimetr qilib oldim. Markazlarni belgiladim. Mana bu vitochka qismini mana shunday holatda, mana bu holatgacha tikib olasiz. Buni uchigacha bormaysiz. Tikkan holatida hozir asos andozada qanaqa qilib tikilishini sizlarga ko'rsatib beraman.